Diqqat! O'zbekiston fuqarolari ogoh bo'ling. O'zbekistonda bugun dahshatli fojia yuz berdi. Afsuski, o'zbek fuqarolari. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, bugun 12 dekabr kuni Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanida yangi qurilayotgan binoda yong'in sodir bo'ldi. Bu haqida Poytaxt favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, soat 01:50 da tumanning Imom Ali Termiziy ko'chasida yangi qurilayotgan 2 qavatli binoda yong'in ro'y bergani to'g'risida favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Shunga ko'ra, qutqaruv ekipaji soat 01:50 da voqea joyiga yetib borib, yong'in soat 02:11 da qurshab olinib, soat 2:19 da o'chirilgan. Bildirilishicha, yong'in oqibatida tan jarohat olgan fuqarolar yo'q. Hozirda hodisa sabablari va keltirilgan moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda, deyiladi xabarda.